Leksiyamızda davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çizdağı 2022 yıl 11. ayının 15. günü vatandaşı. Endeki mavzumunda. Yakından beri Asya'da Japonya'nın pozisyonu mu? Jungo meselesi doğrusu da özgürüş oldu. Şundakla yani bir noktadan aysak, Avrupa'da Germanya'nın Jungo doğrusudaki pozisyonu da ciddi özgürüş oldu. Gerçi hazırca iktisatla bağlılık bolsa mı? Mavzumunda vatandaşım. Buran çapkon harpsedeki cimlik. Japonya Jungo bilen uruş kılışka tayarlandı. Mavzulu haber 11. ayının 14. günü Venviet orbiti ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Eğer Jungo Tayvan'a hücum kılıdığın bulsa, duş kilidini Amerika'da kudretlik devlet bolupla kalmasın, belki sel kargılı bulmaydığın Jungo'nun koşnisi Japonya mı var? Tarihine sürüştü kılıdığın bulsak, bir neçe asırdan beri Japonya, Asya'da Jungo'ga rekabetçi bulup geldi. Jungo Japonya oturusida bir qancha qatam urush yuz berdi. İkinci Dünya urushidan keyin Japoniyaning harbiy ishlarni taraqqiy qildirishi cheklangan bo'lsa-mu, lekin ideologiya sohasida Japoniya Osiyoda zo'migarlik talashishdan hargiz voz kechgani yo'q. Bloomberg agentligining maxsus yozuvchisi Hali Brandes Japonya'nın Jungo Amerika zo'migarlik talashish jarayonidagi pozitsiyasini to'liq tushungan maxsus ston yozuvchisidir. Va bu to'g'rida Yaponiya Jungo bilan urush qilishga tayyorlik qilyapti mavzuliq kitobni yozgan yozuvchidir. Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida 6. ayda agahlandırıp bugünkü Ukrayna etki Şarkı Asya'dır dep ko'rsatgan edi. Şu ayda 90% Yaponiyalik Jungo'ning Tayvan'a hücum qilish paytiga tayyorlik qilishi lozim deb hisobladi. Brandes mundaq ko'rsatdi. Qaramoqqa Yaponiya jimjitda ko'rinadi. Lekin buran çapqon yetib keladiganlikda bir sezgudi bo'lyapman. Brandes mundaq dedi. Urushga tayyorlik qilishda iborat fikr Yaponiyada birdaklikka ega bo'ldi. Nurg'un tahlil va analizlardan ko'rib olishga bo'ladiki, agar Jungo Yaponiyaga, agar Jungo kechiringlar Tayvanga tecavüz qiladigan bo'lsa, bu Yaponiya uchun bir meydan ofatdir. Agar Tayvan qo'ldan ketsa, Yaponiyaning atrofidagi orollar qo'ldan ketadi. Jungo Yaponiyaning savdo yo'llarini qamal qiladi. Germaniya vaziri Olaf Scholz yana bir xabar. Asya Tinch okeani rayini birda Jungo emas deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Germaniya vaziri Olaf Scholz yoki Olaf Scholz 14. kuni Singapurni ziyorat qilganda mundaq ko'rsatdi. Germaniya Asya Tinch okean rayonidagi iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirishni umid qiladi. Hamda yana vazir Scholz savdo birli Jungo bilan cheklanib qolmaydi deb ko'rsatdi. Germaniya vaziri haftaning 1. kuni mundaq ko'rsatdi. Germaniyaning siyosiy va iqtisodiy o'rni bu paktni aks ettirishi lozim.
Bugünkü Jungo 5 yıl burunki ve 10 yıl burunki Jungo'ga oxşamaydı. Germaniya iqtisadi ve siyaseti bu noktada gavdlendirishi lazım. O yani sözünü toloqlap durup mundaq ko'rsatdi. Yangi davlat bexatarligi. Siyasetimiz ma'lum ham eşyalar meselesinde, texnika, teraqqiyot meselelerinde yoki texnika xatari meselesinde yakka taraflik tayinib qilishdan saqlanish lazım. Bu da Germaniyanın tecrübesi tabii gaz ve neft'te Rusiyaga tayinib qoldi. Ahiri bu yıl kış Germaniya üçün aytganda, Avropa üçün aytganda qiyin. To'liq ma'noda gazni yetishtirib, energiya o'rnida ishlatilishi notayin, chunki Rossiya bu to'g'rida bir ifoda bildirmadi deganning o'ttirisi turibdi. Hozir bu ish Avropa üçün, Germaniyadagi davlatlar üçün og'ir qishning kunida yiqilg'i yo'q. Tabiiy gaz ta'minlash to'xtab qolsa yoki ozayib ketsa, bu Avropa üçün intayin og'ir tahdid vatandosh. Mushundaq ahvolda endi Olaf Scholz Germaniyaning vaziri hozir avval Vyetnamga bordi. Undan kelmaydi bu xabarda Singapurga ketdi. Yani shundaq hozir Amerika qit'asida Latin Amerikasi ve Janubiy Amerika degan mushu davlatlar orasida ham Scholz bozor izlagandek yoki ittifoqdosh do'st izlagandek savdo sohasiga shu yo'lga kirdi. Bundan qaraganda savdo, tijorat masalasida Jungo bilan bo'lgan munosabatni tanishaydigan, lekin uzib etmaydigan, tanishaydigan bir holga, masalan Jungoliklar deydigan bozorimiz bor deydigan mushundaq ko'ranglikka zarba berishdan qadamini bosdi degan gap. Başta Yaponiyaning urushga tayyorlik qilyapti. Demak, bu ikki davlat dunyodagi, o'zinglar bilasizlar tarixini, bo'lib Yaponiyaning hozir urushga tayyorlik qilyapti. 90% odam qo'lladi degani bu katta gap. Yaponiya fuqarolarining 90%ning urush payti yoki Tayvanga hujum qilsa Jungo, Yaponiya aralish kerak deydigan yerga kelganligi bu katta gap endi.